Demak, dasturimiz ana shunday yuqori kayfiyatda davom etadi. O'ylaymizki, bolajonlarga multfilm albatta manzur keldi. Bolajonlar endi maktabga, ta'lim dargohlariga, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yo'l olishi kerak va ularning salomatligi bilasizmi, Ulug'bek doim insonni tashvishga soladi. Bugungi kunda ayniqsa hech bir ota-ona yo'qki, bolasining ko'zini salomatligidan xavotirga tushadi. Kuni bo'yi telefon o'ynaydi, planshetda ovora bo'ladi, televizor ko'radi, turli multfilmlarni soatlab tomosha qiladi deydi-yu, ko'zida nima holat, ko'zida nima o'zgarish, ko'ziga ta'sir qilmasmikan degan bir tushunchalar, qo'rquvlar ham bo'ladi-da va ko'proq bugun tahlillar aynan bolajonlarni ko'zida kasalliklar paydo bo'layotganligini ham ko'rsatayotganligi sir emas. Albatta, ushbu mavzu borasida suhbatlashish maqsadida studiyamizga shifokor taklif etganmiz. Tanishtirib o'taman, ko'z kasalliklari shifokori Anvar Ikromov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Erta tongda ko'rganimizdan xursandmiz. Yuqorida aytib o'tganlaridek, aynan haqiqatdan ham bolalarda, yosh kattalarda, o'rta yoshliklarda ham bugungi kunda ko'z kasalligi bilan jiddiy muammolar yuzaga kelmoqda. Bunga sabab nima? To'g'ri aytganingizdek, hozirgi zamon rivojlanyapti. Shu bilan bir qatorda raqamli informatsion ma'lumotlar olish ham faqat kitoblardan emas, boshqa bir planshetlardan yoki shunga o'xshagan gadjetlardan juda ham avjiga olgan desak ham bo'ladi. Ya'ni maktab yoshidagi bolalarda, maktab o'quvchilarida birinchi navbatda oldin faqat kitoblardan foydalangan bo'lsa, hozir undan tashqari boshqa displey, katta kichik bo'lgan displeylardan ham foydalanyapti. Undan tashqari maktab programmasini o'zini oladigan bo'lsak, masalan 15 yil, 20 yil oldingi maktab programmalari hozirgidan juda ham farq qiladi, ya'ni juda ham rivojlanib ketgan. Zamon rivojlangandan keyin zamon bilan ham nafas bo'lish kerak degan tushuncha bor. Shuning natijasida bolalar oladigan informatsiyalar birinchi navbatda ko'zga, ikkinchi navbatda miyaga ham qaysidir ma'noda sal zo'riqish keltirib chiqaryapti. Lekin nima qilish kerak? Masalan, shu maktab yoshidagi bolalar informatsiyani oladigan bo'lsa, cheklash kerak degan narsa bu noto'g'ri bo'ladi. Hozir maktabga boradigan bolalar desak ham bo'ladi. Maktabga boradi, kitob, daftar, maktablarga borib ko'rgan bo'lsangiz, bilasiz, u yerda ham faqat kitob, daftarlar bilan cheklanmayapti yoki doskalar bilan cheklanmayapti. O'zi borib ko'rsak, u yerda ham doskani o'rnida katta displeylar, ekranlar, Elektron doskalar taqdim etilyapti, planshetlar bor. Faqat uyda emas, maktabda ham shunaqa gadjetlardan foydalanyapti. Bu esa ko'zga yanada zo'riqishni kuchaytiryapti. Va qanday aynan ko'z kasalliklari paydo bo'lishi yoki rivojlanishi ko'rish qobiliyatini pasayishiga olib keladi? To'g'ri savol berdingiz. Masalan, ko'z olmasi o'zi kichkina organ hisoblansa ham, bor yo'g'i 2,5 sm, ya'ni 24 mm bo'ladigan organ bo'lsa ham, u juda ham murakkab shakllangan organ hisoblanadi va unda faqat bittagina kasallik bilan cheklanilmaydi. Bitta kasallik bilan ko'rish o'tkirligi tushib ketdi deb natija qila olmaymiz, xulosa qila olmaymiz. Har xil kasalliklar bor, lekin asosiy maktab yoshidagi bolalarda ko'rish o'tkirligining pasayishiga olib keladigan sabab bu miopiya kasalligi bo'lyapti. Ya'ni ko'p vaqt bir xil zo'riqishi natijasida ko'z olmasida menisovoy refraksiya paydo bo'ladi va menisovoy refraksiyani vaqtida aniqlab, vaqtida yo'qotmasak, buni natijasida bolaga ko'zoynak berishimizga to'g'ri kelib qoladi. Bu ko'zoynak taqishi bola balog'atga yetgancha, ya'ni 20 yoshga yetgancha boshqa hech qanaqa imkoni bo'lmaydi. 20 yoshgacha bo'lganda ko'zoynak taqishiga to'g'ri kelib qoladi. Hozirgi maqsadimiz birinchi navbatda shunaqa kasallikni paydo bo'lishini oldini olish, ikkinchi navbatda paydo bo'lib qolgan bo'lsa, uni rivojlanishini oldini olish, kasallik rivojlanib ketmasligi kerak. Ko'rish o'tkirligi agar pasayadigan bo'lsa, hayot sifati yaxshilanishi kerak. Agar ko'rish o'tkirligi past bo'lsa, hayot sifati pasayib ketadi. Shu narsalarni
bartaraf qilish bizlar maqsadimiz hisoblanadi. Bilasizmi, bugungi kunda zamonamizning qizlari, o'smir qizlarimiz aynan ko'zlariga turli xil linzalarni qo'yishadi-da, ko'rganimizda. Kimningdir ko'zi yashil, kimningdir ko'zi o'sha boshqacha havo rang deganda Ayniqsa o'smir yoshda o'smir qiziqishi bor yoshdagi bo'ladi. hattoki yigitlar ham bunga qo'shilib boryapti. Bu qanchalik ko'zga ta'siri bor? Savolingiz o'rinli. Yosh, maktab yoshidagi o'g'il qizlar bo'ladimi yoki balog'atga yetgan o'g'il qizlar bo'ladimi? Ular ko'zim chiroyli bo'lsin deb boshqa yo'llarini qidirishadi. Bu yo'llardan bittasi rangli kontaktli linzalarni ko'ziga taqish. U narsa kosmetik jihatdan qilinadi. Masalan, ko'z sog'lom bo'ladigan bo'lsa, shifokor u narsani hech qachon tavsiya qilmaydi. Bu narsani o'sha yosh o'smirlarimiz deymizmi, qizlarimiz, bolalarimiz o'zi xohlagan narsa, o'zi xohlagan natijada qiladi. Kontaktni siz aytgan kontakt linzalar ular hech qanaqa ko'rish o'tkirligini ko'tarish yoki yuqorida aytganimizdek hayot sifatini yaxshilash natijasi hisoblanmaydi, faqat atrofdagilarga chiroyli ko'rinish uchun qilinadi. Uni zararlari qanday zararlari? Kontaktli linzalar mana qarang. Kontaktli linzalar hozir siz rangli kontaktli linzalar haqida so'radingiz. Undan tashqari bir narsani aytib o'tishim kerak. Rangli kontaktli linzalardan tashqari ko'zoynak vazifasini bajaradigan kontaktli linzalar ham bor, ya'ni plyusovoy, minusovoy refraksiya qiladigan. Ko'zoynak taqishni xohlamaydigan bemorlarimiz ham bo'ladi. Ularga kontaktli linza tavsiya qilamiz. Kontaktli linzalar ko'rish o'tkirligini xuddi ko'zoynak qiladigan natijada ko'tarib beradi. Lekin aytganingizdek to'g'ri, kontakt linzalarni ham o'ziga yarasha foydasi bo'lganda, o'ziga yarasha zararlari ham bor. Masalan, birinchi navbatda kontakt linzani ko'zning ichiga qo'yiladi. Ko'zni tashqarisiga ko'zoynakda shuni taqib ketavermaydi. Uni qo'yish, olish texnikalari bor. Gigiyenasi bor alohida. Обязательно o'zini hamma kerakli suyuqliklar, kerakli dorilar bor, shulardan foydalaniladi. Yo'q, shu kontakt linzadan foydalanaman deydigan bo'lsa, o'sha bemorlarimiz deymiz endi, u narsani обязательно shifokor yaxshilab o'rgatish kerak. Buning natijasida o'sha bemorimizni o'zi ham taqishni, qo'yishni yaxshilab bilib olish kerak. Chunki qo'l bilan ko'zning ichiga teginiladi, xohlaysizmi yo'q, kontakt linza qo'ygandan keyin buning natijasida infeksiyalar tushib qolishi mumkin, ko'zda turli xil yallig'lanish prosesslari kelib chiqishi mumkin. Qanaqadir o'zini gigiyenasiga rioya qilmaydigan bo'lsa, ko'z olmasini, o'zini qavatlarini qirib qo'yishi mumkin. Buning natijasida boshqa uzoq davom etadigan, davolanishi ham uzoq kechadigan kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Ko'rish o'tkirligini pasaymasligi uchun nima qilish kerak? Nimalarga e'tibor qaratish kerak? Ayniqsa o'sha maktab o'quvchisi, o'smir yoshdagi bolalar uchun. Hozirgi mavzumizning asosiy sababi shu maktab yoshidagi bolalar hisoblangani uchun birinchi navbatda bu faqat butun dunyoda emas, O'zbekistonimizda ham juda ham yaxshi tashkil qilingan. Birinchi navbatda ko'z shifokoriga maktab yoshidagi bolalar har bir yilda bir marta albatta tekshiruvdan o'tishi kerak. Chunki uyda qanaqadir hammasi yaxshi tuyulgani bilan ota-onalar ko'zda muammo paydo bo'lganini bilmaydi. Birinchidan, ikkinchidan ko'rish o'tkirligi pasayib boradigan bo'lsa, bu bir kunda yo bir haftaning ichida birdaniga ko'rish o'tkirligi tushib ketadigan emas. Bu sekin-sekin pasayib boradigan kasallik hisoblanadi. Shu narsa birinchi navbatda shifokor ko'rigida bo'lish kerak. Ikkinchi navbatda to'g'ri aytdingiz, faqat shifokor emas, ota-onani yoki o'sha bolani tarbiyasi bilan shug'ullanadigan atrofidagi insonlarning ahamiyati juda katta bu yerda. Shifokor ko'rigiga borgan bemorlar hammasiga tushuntiriladi, obязательно bu narsa shifokor hammasini tushuntiradi. Va uni tavsiyasiga amal qilish kerak, to'g'rimi? Aytganimdek, birinchi navbatda profilaktika qilishimiz kerak. Ya'ni kasallik paydo bo'lishini oldini olishimiz kerak. Bu degani ko'zni zo'riqishi bilan kechadigan barcha turdagi narsalarni o'zini qonun qoidalariga rioya qilish kerak. Masalan, mana aytdik, gadjetlardan foydalanadi dedik. Yoki kitob, daftar, maktab programmasi kuchayib ketgan. Undan tashqari 5-6-sinfga o'tgandan keyin bolalar yana qo'shimcha repetitorlarga boradi. U ham o'z navbatida ko'z zo'riqishini kuchaytiradi.
Nima foydali? degani- Balkim iste'moldagi biror narsalarni ko'proq tanovul qilish kerakdir bola. Qanaqadir mashqlar o'tkazish kerakdir ota-ona ham o'sha shifokorga ko'mak sifatida. Bu borada qanday tavsiyalar bera olasiz? Aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri. Masalan, bu degani planshetlardan, kompyuterlardan yoki gadjetlardan cheklab qo'yish kerak. Ko'rish o'tkirligini joyida saqlash uchun deb xulosa qiladigan bo'lsak, bu noto'g'ri narsa. Agar masalan hozir o'sha bola kompyuter yoki planshetlardan foydalanadigan bo'lsa, bo'ldi bu narsangni yig'ishtir deb olib qo'yib bermaydigan bo'lsak, bu Albatta. o'zi navbatida boshqa sabablarga, nevrologik kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bola ko'chaga chiqib ketib boshqa joydan qidirishi mumkin. Qaraydi do'stlarida, tengqurlarida bor bu narsa, menda nimaga bu narsa yo'q deydida, boshqa qanaqadir asabiy holatlarga kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Bizga uyda yoshligimizda ko'proq baliq iste'mol qil, ko'zing ravshan bo'ladi deyishardi. Hali ham bor Haqiqatdan bu shu naql, bu gap bor. qanchalik to'g'ri? Bu narsa oldin ham bo'lgan, hozir ham bor, keyin ham bo'ladi. Обязательно organizmga oziq moddalar kirib turishi kerak. Shu bilan bir qatorda ko'z olmasiga ham o'zini kerakli bo'lgan oziq moddalari bor. Nimalar ular? Ular birinchi navbatda vitamin D, vitamin A ga, undan tashqari boshqa barcha vitamin komplekslariga boy oziq moddalarni iste'mol qilish kerak. Faqat yog'li ovqatlar emas, meva-chevalarga ham e'tibor berish kerak. Baliq yog'ida ham vitamin A borligi uchun, vitamin A o'z navbatida ko'z olmasiga juda ham foydali bo'lgani uchun u narsa ham yolg'on narsa emas. Haqiqatdan ham iste'mol ratsion, ovqatlanish ratsionini har xil qilib turish kerak. Har kuni bir xil ovqatlanadigan bo'lsa, bu narsa ham faqat ko'zga emas, organizm boshqa kerakli moddalar bilan ta'minlanishini Albatta, albatta. Tushunarli. narsalar ham bor. Tushunarli. Bergan ma'lumotlar uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, bolajonlar va yosh kattalar, o'smir yoshdagilar bu tavsiyalarni o'rinli deb bilishadi va ko'zlarini ehtiyot qilishadi. Baribir ko'z kerak. Albatta. Chunki yoshimiz o'tgandan so'ng uzoqdan kim kelyapti ekan, nima bo'lyapti ekan deb bobolarimiz aytib qolishadi-ku. Ular balki o'sha turli kasalliklarni yengib o'tib 90-100 yoshda ham ravshan ko'rgandirlar. Lekin bizda hozir ko'zimizni qisib kim kelayotganligini ham bilmay qolamiz-da. Zamonaviy gadjetlardan yosharib boryapti. Yaqinroq olib telefonlardan foydalanish boshlanyapti. O'zimizni ehtiyot qilsak, birov bizni sog'ligimiz uchun kuymaydi, faqatgina o'zimiz javobgarmiz. Bergan tavsiyalar uchun tashakkur bildiramiz va dasturimizni o'z yo'nalishiga davom ettiramiz.